Ko'pchilik nonushtada qiladigan 10 ta xato. Nonushtani butunlay o'tkazib yuborish. Ertalab ovqatlanmaslik ochlikni kuchaytiradi va keyinchalik ortiqcha ovqat yeyishga olib kelishi mumkin. Faqat shirinlik iste'mol qilish, shirin bulochka, tort yoki shirin yormalar qondagi shakarni tez ko'taradi, keyin esa tez tushirib yuboradi. Natijada tez och qolishingiz mumkin. Oqsilni yetarli iste'mol qilmaslik, tuxum, tvorog, yogurt yoki dukkaklilar kabi oqsil manbalari uzoq vaqt to'qlik hissini beradi. Meva va sabzavotlar, juda ko'p oq non va oq un mahsulotlarini yeyish. Orttirilgan non va pishiriqlar tez hazm bo'ladi va uzoq vaqt to'qlik bermaydi. Shakarli ichimliklar ichish, shirin choy, gazlangan ichimlik yoki shakar qo'shilgan qahva ortiqcha kaloriya beradi. Suv ichmaslik. Kechasi organizm suvsizlanadi. Nonushtadan oldin yoki nonushta bilan birga 1 stakan suv ichish foydalidir. Juda tez ovqatlanish, shoshilib ovqat yeyish to'yganlik hissini kechiktiradi va ortiqcha ovqatlanishga sabab bo'lishi mumkin. Faqat qahvaga tayanish. Qahva energiya beradi, ammo u to'liq nonushta o'rnini bosa olmaydi. Porsiyani nazorat qilmaslik. Juda ko'p ovqat ham, juda kam ovqat ham kun davomida energiya va ishtahaga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Sog'lom nonushta: 2 dona tuxum yoki tvorog, 1-2 bo'lak butun donli non, pomidor va bodring, 1 dona meva, qattiq yoki shakarsiz yogurt, 1 stakan suv.